So, davom etadigan bo'lsak, 33-savolga kelgan edik. Demak, 33-savolda aytilyapti. Alternative explorations where experimentation and human instinct lead to a progress and new ideas are effectively discouraged. Discouraged degan so'zimiz bu encourage qilinmayapti, ya'ni motivatsiya berilmayapti degan ma'noda kelyapti. Va bu so'zimiz 33-savoldagi deter degan so'zga paraphrase bo'lib kelyapti. Ular deter qilinar ekan from experimenting o'zidan o'zi experimentation degan so'zga paraphrase bo'lib keldi. And human instinct, odamni instinkti uchun ham ular instinktidan ham prevent qilinar ekan. Bu so'zimiz C variantga to'g'ri kelyapti, ya'ni intuition, intuitsiya, va bu aynan bizda human instinct degan ma'noda kelar ekan. So, keyingisi. Xo'p, 34 ga keladigan bo'lsak. Pachedi and colleagues observe qildi. Keyingisiga o'tamiz. It's scenarios like these that many researchers are working to avoid. Their objective is to make AI technologies more trustworthy and transparent so that organizations and individuals understand how decisions are made. Ya'ni biz AI ni shunaqa darajada ishonchli qilishimiz kerakki, ishonchli va shaffof qilishimiz kerakki, odamlar va o'sha organization, kompaniyalar tushunishi kerak AI qanaqa qilib decision qilishini. We need to make sure we fully understand the dilemmas that this new world raises regarding expertise, occupational boundaries and control. Xo'p, asosiy javobimiz mana bu joydan chiqyapti. More trustworthy and transparent degan joydan. Ya'ni bu aynan shaffof va ishonchli qilishimiz kerak. Ishonch bu mana bu confidence degan so'zni o'rniga kelyapti. Demak, bu savolimizga javob aynan confidence ekan. So, endi keyingi paragrafimiz bilan davom ettiradigan bo'lsak, bu yoqda ham hamma savolimiz, hamma variantimiz bizda noun shaklida berilganligi uchun qarab o'tirmaymiz. So, Igor Grossman chizib o'tirmaymiz, chunki butun paragraf shu haqida. Igor Grossman and colleagues have established 4 characteristics, ya'ni 4 jihatini kashf qilibdiki, that enable us to bizga o'sha aqlli takliflar, aqlli decisionlar, ya'ni qarorlar qabul qilishga yordam beradigan 4 xarakteristika bor ekan. It's important to have a certain degree of ma'lum bir miqdordagi, darajadagi nimadirimiz bo'lishi kerak ekan, regarding the extent of our knowledge, bizani bilimimizga bog'liq bo'lgan, and to take into account, e'tibor ostiga olishimiz kerak, ya'ni pay attention qilishimiz kerak. Nimaga? Nimadirga e'tibor qilishimiz kerak ekanki, which may not be the same as our own, biznikiga o'xshamagan tarzda bo'lishi mumkin. So, another key characteristic is being aware of the likelihood of alterations in the way people that relate to each other. O'zgarishi mumkin ekan odamlar va bu haqida ham biz aware bo'lishimiz kerak. Grossman also believes that it's better to regard scenarios with, ya'ni ssenariolarga qanaqa qarash kerak, qanaqa muomala qilish kerak, nima bilan muomala qilish kerak. By avoiding the first person perspective, we focus more on, ya'ni faqatgina o'zimiz haqimizda birinchi inson, birinchi shaxs tomonidan o'ylashni o'rniga biz ko'proq boshqa nimadirga fokus qilishimiz kerak. And another moral ideals, demak, e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joy bu yoqda boshqa moral ideallarga ham, ya'ni bu yoqda morality haqida gap ketishi kerak, which in turn leads to wiser decision making, va bu oxir oqibat aqlli qaror qilishga yordam berar ekan. So, let's start reading. Demak, 4 xarakteristika bizda qanaqadir degreeda nimadir bo'lishi kerak. So, coming up with a decision of wisdom is challenging, but Grossman and his 4 characteristic topibdi. Of one is, bittasini aytyapti.
One is intellectual humility or recognition of the limits of your own knowledge, and another is appreciation. Hop, biza birinchisini bilishimiz kerak hozir. Birinchi turi bu odamda intellektual kamtarlik bo'lishi kerak, ya'ni o'zini bilimidagi limitlarini, ya'ni chegaralarini u bilishi kerak ekan. Recognize, aniqlab to'g'ri bilishi kerak ekan. Endi javobimizga keladigan bo'lsak, it's important to have a certain degree of nimamiz bo'lishi kerak? Humility. Humility kamtarlik edi va kamtarlik degan so'zimiz D variantga to'g'ri kelyapti va aynan modesty degan so'zga. So the correct answer for 31 is D. Next one. And endi ikkinchisi kerak. And take into account something nimadirga e'tibor qaratishimiz kerak. And another is appreciation of perspectives wider than the issue at hand. Keyingisi bo'lsa bizda aynan perspektivni tushunishimiz kerak. Ya'ni boshqalarni mana shu muammodan tashqarida bo'lgan, ya'ni boshqa odamlarni fikrlarini, perspektivlarini biz hurmat qilishimiz kerak ekan. Va bu yoqda o'z-o'zidan 32-savolning ham javobi chiqdi. Take into account bu appreciation degan so'zga paraphrase bo'lib keldi va 32ning javobi bizda perspective, fikr, bu aynan opinions degan savolga, ya'ni variantga to'g'ri keladi. So next one, 33 ga keladigan bo'lsak, we should also be able to take broad something. Biz kengroq nimadirni olishimiz kerak ekan. So sensitivity to the possibility of change in social relations is also key, along with compromise or integration of different attitudes and beliefs. Hop. Social bo'lgan, ya'ni muloqotdagi o'sha relationni o'zgarishi mumkinligini, ya'ni alterationini, change'ni bilish juda muhim. Along with compromise, kompromissga kelish kerak, ya'ni kelishuvga kelishimiz kerak va or integration of different attitudes. Har xil o'sha fikrlarni, o'zini tutishlarini integrate qilib olishimiz kerak bo'ladi. So, demak, savolimizni so'ralyapti. We should also be able to take broad, kengroq nima qilishimiz kerak? Kengroq bizda different degan so'zga paraphrase bo'lib keldi. Aynan broad degan so'zimiz it's different. Keyingisi, hop, attitudes and beliefs. Mana shu bizga eng katta keyword. Ya'ni odamni, boshqa odamlarga ishonchi va o'zini tutishi, xulq-atvori deb aytibdi. So, demak, 33-savolga javobimiz ko'proq bizga qaysi variantga to'g'ri keladi? Bu aynan objectivity. Bu ham o'sha obyektivlik, ularning fikri, ularning dunyoqarashi. Ya'ni aytadi, bu meni obyektiv fikrim, subyektiv fikrim deb. Aynan shu narsa bu holatda to'g'ri kelyapti. Keyingisi, keyingi key characteristic nima ekan? Grossman also believes, ya'ni ssenariylarga qanaqa qarash kerak ekan. So, let's continue. So, endi keyingisiga o'tamiz. Grossman and his colleagues have also found that one of the most reliable ways to support wisdom in our day-to-day decisions is to look at scenarios from a third, ya'ni aynan decisionlarga to'g'ri va ishonchli kelish uchun biz faqatgina o'zimiz haqimizda o'ylamasligimiz kerak ekan, balki uchinchi shaxs sifatida, ya'ni tashqi tarafdan ham boshqa inson sifatida aynan shu muammoga yoki deylik holatga qarashimiz kerak bo'lar ekan. So, ya'ni xuddi do'stingizga advice berayotgandek. Research suggests that when adopting a first-person viewpoint, we focus on the focal features of the environment, and when we adopt a third-person observer viewpoint, we reason more broadly and focus more on interpersonal and moral ideals such as justice and impartiality. Bizda aynan kerakli bo'lgan savol, ya'ni 34-savolning javobi chiqdi. Tarjimasi bunday qanaqa chiqyapti? So, agarda biz birinchi shaxs sifatida qaraydigan bo'lsak, biz asosan eng asosiy bo'lgan featurelariga, ya'ni jihatlariga qaraymiz, muammoni, ya'ni biz o'zimizga kerak bo'lgan jihatlariga qaraymiz.
Lekin agar biz uchinchi shaxsni oladigan bo'lsak, ya'ni observer, kuzatuvchi viewpointini oladigan bo'lsak, biz sal kengroq o'ylaymiz va interpersonal, ya'ni odamlar orasidagi narsalarga ko'proq ahamiyatimizni qaratamiz deb aytilyapti.